Bugun men O'zbekiston Qirg'iziston o'yiniga tushib, vlog olishga qaror qildim. Hammaga salom, bu Shuhrat. Setanta Sports O'zbekiston. Demak, cho'zib o'tirmasdan boshladik. Stadionga metroda ham, mashinalarda ham kelgan muxlislar juda ko'p edi. Kirish oldida esa hamma shov-shuv, lekin biz kirib oldik. Xo'p, o'rtoqlar, biz hozir stadionga kirib oldik. O'yin boshlanishiga hali 1 soat bor. Atmosferaga baho berasizlar. Stadion ham sekin to'lishni boshladi. Maydonga futbolchilar o'yin oldi kichik mashg'ulotlarga tushishdi. Men esa terma jamoamiz muxlisidan o'yindan kutayotgan natijasini so'rab ko'rdim. По-моему, 3-0 bo'ladi. 0 otganimiz sababi bizning himoyachilar hozir formada, gol o'tkazmasa kerak deb o'ylayman. Kimlar gol uradi deb o'ylaysiz? Shomorodovdan ikkita gol kutaman, 3-sini farqi yo'q kim urishini. Navbat tarkiblarga. Barcha liderlarimiz asosiy tarkibda va kutilganidek Husanov, Masharipov, Shomurodov va Fayzullayevga muxlislar alohida qarsaklar chalishdi. Navbatda 10-raqam Jaloliddin Masharipov. Number 14, 14-raqam Eldor Shomurodov. Muxlislar to'lqinni ham boshlab yuborishdi. Ekranda Husanov va boshqa futbolchilarimiz. So'ng barchalari maydonga tushdi va navbat madhiyaga. O'rtoqlar, o'yin boshlanyapti уже. Futbolchilar stadionga chiqishdi. Hozir уже mana boshlandi. Stadion juda chiroyli rangga bo'yaldi. Shuni tashkil qilganlarga alohida tashakkur. Birinchi bo'limda hujumlar ko'p bo'ldi va hammasi bizning terma jamoamiz foydasiga. Shunchaki ko'pidan to'g'ri foydalana olmadik deb o'ylayman. Masharipovdan birinchi bo'limda xavfli jarima zarbasi ham ko'rdik. Rostdan ham kuchli zarba bo'ldi. Biroz o'tib terma jamoamiz penalti ham ishlab oldi. Raqiblar bittaga kamaydi va bu katta imkoniyat edi. Ammo afsus, Shomurodov zarbasini darvozabon qaytardi. Raqib jamoa muxlislari xursand, lekin bu xursandchilik uzoqqa bormadi. Hojiakbar Alijonov hisobni ochdi. VAR golni ko'rib chiqdi. Natijada hisoblandi 1-0. Stadion jonlandi. Yana to'lqinlar, afsuski golga aylanmagan hujumlar va birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. O'rtoqlar, birinchi taym tugadi. Hisob 1-0. Eldor Shomurodov penaltidan gol ura olmagan bo'lsa ham, Hojiakbar Alijonov hisobni ochdi. Abbosbek Fayzullayev assisti pastidan kelgan. Menimcha ikkinchi taymda hali bemalol yana gol ura olamiz agar shuni o'ynashda davom etsak. Va men O'zbekistondagi eng mashhur media futbol bloger Islom Abdujabborovdan birinchi bo'lim haqida fikrlarini so'radim. O'yin momentlardan foydalana olmayapmiz. Ko'p momentlardan. Xudo xohlasa ikkinchi taym hamma bo'ladigan vaziyatlarni ursak, yirik hisob bo'lishi kerak. O'sha birinchi taym yirik bo'lishi kerak edi, chunki biz oratiga даже yaqinlashishmadi ham. Ikkinchi bo'lim boshlandi. Jamoalar o'z joylarini almashishdi. Bizga endi Husanov yaqinroq. O'zi ham rostdan ham baqvat ekan. Aytgancha, o'yinga 32458 ta muxlis tashrif buyuribdi. Ikkinchi bo'limda asosan burchak zarbalarimiz ko'p bo'ldi, ammo gol yo'q. Orada Abbosning finti butun stadionni turib, unga qarsak chalishga majbur qilib qo'ydi. Rostdan ham Abbosinyo bo'lib ketdi. Shomurodov urgan gol esa ofsayd deb hisobga olinmadi. Afsus. O'yin esa shu pallada shu hisob bilan yakunlandi va terma jamoamiz tarixiy jahon chempionatiga yanada yaqinlashdi. Navbat Eron bilan o'yinga va yigitlarimizga omad tilaymiz. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi yagona gol muallifi Hojiakbar Alijonov deb topildi. O'yindan keyin esa futbolchilarimiz intervyular berishdi. O'yin 1-0 hisobi bilan yakunlandi. O'sha Hojiakbar Alijonov yagona goli O'zbekistonga g'alaba olib keldi. Keyingi o'yinimiz Eronga qarshi. Men fikrimcha O'zbekiston bunaqa o'yini bilan bittadan ko'p gol ura oladi va o'zini ancha yaxshi ko'rsatdi bugun. Shunchaki realizatsiyani amalga oshirsa bo'ldi. Eslatma, jadval bo'yicha biz jahon chempionatiga chiqishimiz uchun bitta g'alaba va bitta durang yetarli. Yoki navbatdagi o'yinda Qatar ham va terma jamoasi ham yutqazishlari kerak. Bu yog'i salom mundial. Xo'p, o'rtoqlar, O'zbekiston o'yini tugadi. Hisob 1-0 bilan. O'sha yagona gol Hojiakbar Alijonov urgan goli bilan o'yin tugadi. Meni fikrimcha O'zbekiston yaxshi o'ynadi, prosta o'zini momentlardan foydalana olmadi. O'ylaymanki, bu narsani rivojlantirib ustida ishlasa, keyingi o'yinlarda Eronga qarshi yirik hisobda yuta olishimiz mumkin, yaxshi o'yin ko'rsatishimiz mumkin. O'ylaymanki, bu video sizlarga yoqdi. Vlog formatdagi videomiz. Agar yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishingizni esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Setanta Sports O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.